Gap bunday birodar, uyingiz musodara qilinadi, chunki hujjatlar noto'g'ri ekan. Shuni sizga ma'lum qilamizki, uyingizdan tezroq chiqishingiz kerak, kechgacha. Nima, kechgacha? Ha. Lekin sizningcha qayoqqa borishim mumkin? Bilmadim. Tushunarli. Afsuski, hujjatlarni to'g'rilaganimiz uchun chiqasiz. Aha, okey. Rahmating musodara qilinmadi. Ha, rahmat. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Laym va uyimni hujjatlari noto'g'ri bo'lgani uchun meni bu yerdan haydashmoqchi. Ya'ni qanday haydashmoqchi? Shunchaki bir qancha vaqtga meni chiqarib yuborishadi. Undan tashqari, o'tgan videolarning birida men mana bu yerdan ko'mir olgandim va shuning uchun ham mendan $2100 shtraf qilib olishdi. Nima uchun desangiz, ko'mir olish mumkin emas ekan. Ya'ni yer osti boyliklari umuman bizga tegishli emas ekan. Qishloqdagilar daraxt chopishlari mumkin. Shuning uchun ham bu yerda hamma narsa daraxtdan. Shuning uchun ham biz kambag'al ekanmiz. Ha, tushunarli. Endi bildim. Okey, nima qilardi ekan? Mir haq bo'lgan ekan. Bu yerda do'stlar umuman ortiqcha narsa qilmaslik kerak. Agarda qilayotgan ishingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, yaxshisi kelib mirdan so'raganingiz ma'qul. Mana shunday do'stlar, Minecraft qishloqdagi hayot. Ha, mayli, tak bularni keraklar. Hozir ekib chiqamiz va shu bilan uyimizni ko'chirishni boshlaymiz, lekin bilmadim qayerga ko'chirishim mumkin. Ha, baribir ham omborxonaga ko'chib o'tishimga to'g'ri keladi shekilli. Buni juda ham xohlamasam ham avvalgi videolardan birida omborxona qurib olgandim va mana shu omborxonaga ko'chib o'taman. Qoyil. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Tak, janob mer. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana olib keldim. Yaxshi. Uying nima bo'ldi? Hali ham musodara qilishyapti. Ha, tushunarli. Nima musodara qilishyapti? Ha, yomon. Ha, men ketdim, mayli. Do'stlar, bilasizlarmi, merga aytgim kelmadi. Yo'q, men chiqarib yuborishyapti desam, ustimdan kulishni boshlardi. Aytardi, "Ha, sotsang bo'lardi menga omborxonangni, qarzlaringni qoplardim." Lekin do'stlar, menda qarz yo'q, menda dokumentlar noto'g'ri. Shuning uchun meni chiqarishyapti. Mayli, lekin aytishdi-ku, vaqtinchalik, qachondir yana uyni qaytarib olaman degan umiddaman. Ha, mayli, hamma narsani oldim. Yaxshi, endi esa sandiqni o'zini olamiz. Tak, stol. Mana bu sandiq, verstak. Tak, polkachadagi narsalar, pullar, yaxshi hammasini oldim. Keyin esa mebelni ham o'tkazamiz qolganini. Ungacha esa mana shu yerda yashashimizga to'g'ri keladi. Axir bu omborxona bu yerda hattoki sovuq ham tushsa kerak kechasi. Tak, stop, nima? Polga nima qildi? Tushunmadim. Pol oq daraxtdan edi. Nima uchun rangi o'zgarib qoldi? G'alati. Ha, mayli. Tak, bo'ldi. Qani kelinglar, sandiqni bu yoqqa qo'yamiz va ikkita polkani ikki tarafdan, bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa. Yaxshi. Yana qani qayerda qoldi? Tak, pullarni mana bu yerga qoldiramiz va bo'ldi. Ha, hozircha shunday yashashimiz mumkin. Bu yoqqa yana ozgina pullarni tashlaymiz. Kitob, o'tgan safar menga buni ichida juda ham yomon gaplarni yozib ketishgandi, lekin mayli, hech narsa bo'lmadi. Shuningizga ham rahmat. Kim yozgan bo'lsa ham menga yomonlik qilmadi. Seni navbating deb yozilgan edi. Mayli, juda ham qo'rqib ketdim rostini aytsam, lekin hammasi yaxshi bo'ldi. Tak, yana nimalar bor edi? Mana bu verstakni olish kerak, chunki xalaqit beryapti. Mana bu stolni verstak o'rniga chiroyli qilib qo'yishim mumkin. Bu yerda mana oq daraxt turibdi. G'alati, hammasi g'alati. Balki rostdan ham o'zim almashtirgandirman, shunchaki esimda yo'q. Shuning uchun ham oxirigacha almashtirishga ulgurmaganman. G'alati, lekin nima uchun qora yog'ochga almashtirgan bo'lishi mumkin? Xullas, mayli, bo'lgani bo'ldi. Endi do'stlar, bunga aloqamiz yo'q deb hisoblab qo'ya qolamiz va mayli, pol qora bo'lsa mayli, baribir ham chiroyli. Masalan, kir bo'lib kirsa oyoq kiyim unchalik ham qattiq iz qoldirmaydi. Tak, bo'ldi, hamma narsani soldim. Bu yerda kerak menga va bo'ldi. Qani ketik, endi qolgan mebellarni pastga olib tushamiz. Bu yerda hali xolodilnik bor, mayli, yog'ochli mebellarni olaylik. Yaxshi. Keyin esa tak, divan qolib ketyapti. Mana bu kresloni olamiz va bo'ldi, ketik. Qolganlarni ham yoniga qo'yib qo'yamiz bularni. Ha, endi biz omborxonada yashaymiz. Omborxona hayoti. Tak, bu yoqqa kravat, stulni bunaqasiga qo'yamiz. Bu yerda o'rtaga stol va albatta divanni bir bo'lagi kreslo. Endi esa ichkaridan qolgan mebel, stop, menga kirka kerak bo'ladi ularni olishga. Ha, mayli, kirkam bor, lekin u ham sinay deb qoldi. Pulim ham unchalik ham ko'p emas. Mayli. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar ham o'tadi ketadi va men nihoyat uyimga qaytib kelishim mumkin bo'ladi. Tak, yopamiz va bo'ldi. Endi shunchaki politsiyachilarni kutamiz, uyni yopib ketishlarini. Bo'ldi. Ungacha esa hamma keraksiz narsalarni bu yerga tashlaymiz. Yaxshi, bu yoqqa va bo'ldi. Endi xolodilnikni qayerga qo'ysam ekan? Hamma yerga stolning ustiga qo'yaman va bu yerda gaz plita, ajoyib bombojdan farqim qolmadi. Mayli, bo'ldi. Shunday zo'r o'yin bor edi-ya, hammasini beliga tepishdi.
qanaqangi hujjatlar chin ursin. Mana shunday yashashimga to'g'ri keladi. Lekin men polkani ustiga bekorga qo'ymadim do'stlar. Shunchaki issiqni yaxshiroq ushlaydi. Faqatgina tiqilib qoldim. Mayli, mana bunaqasiga chiqib olamiz. Chunki issiq faqatgina mana shunday uyni tepasida yaxshiroq turadi. Shuning uchun ham teparoqda tursak hech narsa yo'q. Pastda o't pishirishimiz mumkin bo'ladi va pechga qo'yishimiz ham. Ha do'stlar, bu yerga pechga qo'yamiz chunki sovuq, juda ham sovuq. Tak, mana politsiya keldi. Eshikni yopyapsizmi? Ha, eshikni yopyapman. Bo'y, musodara qilindi. Musodara? Ha, tak, menga aytishgandiki, hujjatlar noto'g'ri deb. Yo'q, musodara qilindi. Qanaqasiga? Musodara qilindi. Mana bu sizning binoyingizmi? Ha, tushunarli. Nima, buni musodara qilmaysizlarmish qilib? Yo'q, bizga faqatgina uy kerak. Demak, hujjatlarni to'g'rilab ham bo'lmaydi. Tak, stop. Nima? Uy kerak dedimi? Qanaqasiga? Nima meni mer, rostdan ham mer meni shunchaki omborxonani sotmaganim uchun shunday dars berib qo'yishga harakat qilyapti shekilli. Jinursin, mana bu jonga tegdi. Oppoq bo'lib turgani qora polni ichida hozir almashtirib kelaman. Demak, bularning hammasini katta ehtimol bilan mer uyushtirgan. Menga saboq berib qo'yish uchun mana nima bo'ladi. O'ynashmaga arboblar boburar, harbob bilan deb. Men esa unga ko'rsataman nima bo'lishini. Hali shoshmay tursin. Tak, narsalar qanday edi? Xo'sh, mana bo'ldi. Mana buni olamiz va ketdik. Xolodilnikni olib tashlash kerak, stolni ham va mana buni hozir olamiz. Bo'ldi. Mana bog' yog'ishning o'rniga hozir orqadan mayli, qora daraxtni olib kelamiz axir. Nima uchun mer? Men shunchaki sizga sotmagandim omborxonani. Shunga meni uyimdan haydab chiqarish kerakmidi? Mayli, umid qilamanki, mayli, hozir merning yoniga boraman deb bilasizlarmi nima? Menga uyimni qaytarib bering janob mer, sizga omborxonani sotishga tayyorman deyman. Baribir chunki omborxonadan ko'ra uy qimmatliroq. Tak, bo'ldi. Endi esa mana bolklarni olib tashlasammi, do'stlar? Chunki yoqmayapti menga tepada turgani. Nima? Tushunmadim, daraxt rangi oqarib qoldimi? Bo'lishi mumkin. Nima? Tak, men shunchaki eshikning to'g'risida turgani uchun yorug'lik bug bo'lib shunday salgina ochroq turibdi. Nima? Jinursin, ko'rdinglarmi? Yo'mayo, nima uchun bu yerga polkani qo'ysa qorayib turibdi? Bu yerda bir gap bor, ko'rdinglarmi? Tagida nimadir bor edi, lekin men hech narsa qurmaganim tagidan. Tak. Nima? Bu yana kimning uyi bo'ldi? Bu yerda kompyuter turibdi. Jinursin, sandiq, stul. Jinursin, bu yerda kimdir ish joyi ekanmidi? Bo'lishi mumkin emas. Ya'ni kimdir meni uyim tagida shunchaki maza qilib yashab yuribdimi? Yo'q, men bunday bo'lishini istamayman. Menga qaytarib beringlar meni uyim tagidagi hududni. Bu yerda podval qilib olgan va ana shu podvalning ichida yashab yuribdi. Bo'lishi mumkin emas. Hozir mendan ko'radi. Hozir hech yo'q. Politsiya chaqirmaslik kerak. Men o'zim uni tutmoqchiman va ko'rsatib qo'yaman uyim tagida yashash qanday bo'lishini. Anarog'i omborxona demoqchi edim, lekin bir tarafdan o'ylab qarasa endi axir bu meni rostdan ham uyim endi Jinursin. Qanaqangi yomon ahvolda mana qorayib turibdi. Endi nima qilamiz? Bilmadim nima qilamiz, lekin do'stlar, kechdi-ku. Buni qaranglar, yorug'roq bo'lib turibdi. Demak, rostdan ham kimdir bor. Hozir mendan ko'radi. Hozir tushamiz ichkariga, lekin eshikdan emas. Va mana bu yerda polni o'rtasidan. Tak, sen kimsan? Sen o'zing kimsan? Men jitelman. Ko'rib turibman, nimaga meni uyimni tagiga kirib oling, jitel. Men shunchaki nima desam ekan, meni haydab yuborishdi. Men bu qishloqdagi eng mashhur jitellardan biri edim. Juda ham zo'r bizneslarim bor edi, lekin afsuski merga yoqmadi. U menga aytdi, "Mashinangni sot" dedi, lekin men u mashinani sotmoqchi emas edim, chunki u men sotib olgan birinchi mashina edi. Xo'sh, keyin esa u meni hamma uylarimni tortib oldi, qandaydir politsiyachilar orqali va keyin meni o'zimni bankrot qildi, hamma narsamni egallab oldi. U yashab turgan uy ham meniki. Endi men har doim o'yinchilar, jitellarning uylarini tagida yashab yuribman, shunchaki tirik qolish uchun, chunki uy sotib olmayman, chunki agarda uy sotib olsam u sirazo tortib oladi. Tushunarli. Demak, uy sotib olmasang, boshlarni o'yin tagida yashab yurish kerak deganimi? Nima ham qilardim, boshqa ilojim yo'q-da. Tushunarli. Demak, shuning uchun men podvalning tagiga kirib olibsan-da. Nima podvalning tagiga? Ya'ni omborxonam tagiga. Kirib oldim. Tushunarli. Lekin jitel, menga bu narsa yoqmayapti. Afsuski, bu yerdan ketishingga to'g'ri keladi. Nima? Men ketishni istamayman. Sendan kim so'rayapti? Ketishni istaysanmi yo'qmi deb. Bu yerdan ketasan va bo'ldi. Shunchaki qabul qil buni, iltimos. Yo'q, jitel, meni kechir, lekin bu yerdan ketmasang bo'lmaydi. Chunki menga o'zimga kerak bu yerdagi omborxona ham va undan tashqari men u yerda yashayapman. Podval esa menga boshqa narsalar uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ishing bo'lmasin. Mer seni ham haydab chiqardimi deyman uyingdan. Qayerdan bilding? Basharangdan bilinib turibdi. Tushunursan, qayerdan bilib qolding-a? Bu yerdan chiqish kerak. Yo'mayo, tosh turibdi, sindira olmayman. Uni bu yerdan kirkani olamiz. Xo'sh, balki birgalikda merga qarshi chiqarmiz. Qarshi chiqamiz merga. Tak, buni olib tashlash kerak. Tezroq, davay.
Sindi. Yaxshi, endi bu yerdan surish kerak. Jennerson stoldan turibdi-ku. Hozir boshim bilan urilib olardim. Bo'ldi. Endi bu yerdan ketish mumkin bo'ladi. Tak, Jisl o'zi hozircha chiqmay tursin. Nima qilishni o'ylab ko'rish kerak. Balki politsiya chaqirarman. Politsiyaga topshirib yuboraman.